Bugun sizlarga rozborda ishlatadigan shishali grafin hamda stakanlarimizni mana shunday xira holatidan qanaqa qilib yaltillash holatiga o'tkazishni ko'rsatamiz. Mana bu hozir bizda dog' holati, ko'rib turganlaringizdek juda ham xira holatda. Hozir biz sizlarga qanaqa qilib o'sha restorandagi qanaqa yaltillab turishini o'rgataman. Bu bilasizlar, gelda bunaqa hozir sizlarga o'rgatadigan massamni, ya'ni effektini bermaydi lifehackimni. Hozir birgalikda qanaqa qilishni o'rganamiz. Iliq suvga bizda hozir bu yoqda 2 litr 3 osh qoshiq ichimlik soda solamiz va bir pachka limon kislota. Mana shunaqa vijillar chiqadi. Endi bunga 1 osh qoshiq uksus solamiz. Reaksiya kirishyapti. Endi hamma xira bo'lgan stakanlarimizni solib chiqamiz. Stakanlarimizni hamma joyini suvga tekkizib olib, keyin gubkani qattiq tarafi bilan ishqalashni boshlaymiz. Ishqalab tashlaymiz uni. Ayniqsa stakanlarni bilasizlarmi, teg qismida, ichida va tashqi qismida xlor yig'iladi. Shu joylarga ahamiyatliroq bo'linglar. Mana ko'rdinglarmi, rochilyapti. Mana ishqalangan hamda mana yuvib turgani mana do'q kesli holati mana o'sha. Hozir buni yuvganda yana ham ochiladi. Mana hozir endi grafinlarimizni yuvamiz. Hozir biz massamizga solgan chaynak soda bilasizlar, idishlarimizni yaltillatib beradi. Uksusi bo'lsa ortiqcha hidlardan forig' qiladi. Lekin biz solgan aynan limonli kislota nima uchun solindi va u qanday vazifani bajaradi? Qani kim topadi? Kommentariyada javob bilan yozib ketinglar. Men har biringlarni o'qib chiqaman. Iliq suvda chayib olamiz. Vau, yaltirlab ketganini qaranglar. Yalt-yult qilyapti. Umuman dog'lardan asar qolmadi. Mana stakanimizning tegilarini qaranglar. Bitta ham xlor izlari yo'q. Juda ham yaltirlagan holatda bo'ldi. Lifehackimiz foydali bo'lgan bo'lsa, videoni hoziroq chisto plotniy do'koniga yuborib qo'yinglar va mehrli rekchilarni bosib qo'ying.